shunda nafas olayotgan. Juda chuqur nafas olayotganda pochka yaxshi ishlamayapti. Shu sababdan yurak ham salbiy bo'lib qolgan. Yurak ham 15% dan 16% ishlayapti. Gapira olmayotganda hozir gapiryaptilar. Hali operatsiya qilmasdan hozir tayyorlash jarayoni ketyapti. Nima bo'lsa bachcham uchun beraman. Ish qilib bachchalarning boshiga eson-omon sog' bo'lsa shu menga yutuq shu. Sarvar akani taniysizmi? Mahbub o'zbek tilida mukammal so'zlashadi. Ayni damda katta klinikada u qarayotgan 60 dan ortiq o'zbekistonliklar bor. Buyrak transplantatsiya oldinga qaraganda kamayib ketgan. Sabab O'zbekiston o'zida ham Gurdinoy klinikada va boshqa klinikalarda bo'layapti. Bizga faqat buyrak bo'yicha og'irlar kelyapti. Faqat shundan Xudodan so'raydim shuni dardiga shifo bergin deb. Mana shuncha 40 yildan beri totgan azobim bir bo'ldi, buni kasalligimga bir bo'ldi. Aytaylik, kimlardadir donor topish muammo. Bu paytda qo'llash mumkin bo'lgan bir usul bor. Baxtsiz hodisa sabab vafot topgan insondan buyrak olish amaliyoti. Hindistonda ham bu usulni rivojlantirish uchun turli uchrashuv va konferensiyalar bo'lyapti. Dunyo bo'yicha bu amaliyotni yo'lga qo'yish harakatidamiz. Boshqa mamlakatlar ham tezroq bu usulni yo'lga qo'yishda tashabbuskor bo'lishlari kerak. O'zbekistondan Hindistonga kelib shifo topsak deb yurgan hamyurtlarimiz bilan bugun gaplashib shu xulosaga keldikki, ma'lum vaqtlar o'tgandan so'ng kasallikka davo topiladi va ko'zlardagi yosh yomg'irlari tinadi. Xuddi tabiat yomg'iri tinganidek. Sarvar Baqodirov, Sirojiddin Hoshimjonov, ovozi uchun Hindistondan.